tadbirkorlarni. Bugungi kunda shu mahallalarda tadbirkorlar bilan uchrashuvlarimiz bor. Uchrashuv nima maqsadda tashkil bo'lgan? Balki o'sha yangi chiqadigan xalqqa yengilliklarni, kreditlarni, omonatlarni o'shalar bo'yicha mahallada bugun sizni mahallangizda uchrashuv o'tkazish belgilangan. Shu bo'yicha mikrokredit bank xodimlarining shu mahalla bankiri ismi Saidov pasportga bo'ladi. Oybek Burxonov bankimizda boshqaruvchi o'rinbosari. Shu yo'nalish bo'yicha bir tushuntirib o'tilsa, savol-javoblaringiz bo'ladigan bo'lsa, siz takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, yana o'sha bo'yicha suhbatlashinglar. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi bizlarda bu tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz, ya'ni 4-aprelga 2-aprelga qo'yilganligi har oyda 2 marta, 3 marta har bitta mahallada mana shunday tadbirkorlar bilan uchrashuvimiz bor bank tomonidan. Bugun bu yerda bo'lsa 10-kuni Yangiqo'rg'onda, oyda 15-kuni boshqa mahallalarda. Maqsadimiz faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar